Okay, xo'p, ishlar почти ozgina qoldi va soat stopni tugayni yopib qo'ysan. Короче, ukam. Kim? Yo'q, assalomu alaykum janob millioner. Короче, ukam, qara, sada senga bitta ish bor. Qanaqa ish? Bo'ldi, panika qilmang, bo'ldi. Aka, o'tiring. Nima bo'ldi? Kurtizmami? Nima bo'ldi? Короче, ukam, qara, senga ish bor. Yo'q, pul. Nimaga pul ey? Bu yoqqa yurib bilasan. Okay, bo'ldi. Nima deysiz? Yo'q qolgan. Nima deysiz? Короче, qara, senga ish bor. Sen quruvchi ekansan-a? Да, еле-келе. Короче, qara, hozir narsalar beraman. Mana shunaqa. 5 minut ukam, mana shu so'raman. Olib qo'yasan mana shularni, qarab turaman. Yo'q, nimaga kerak bo'ladi menga? Akam, qara, eshitganmi? Mana ish bor-ku mana shu yer. Xo'p, mashit. Xullas, bu yoqqa bitta chotka qilib uy qo'yib qo'y menga. Sizga uy kerakmi? Da, xuddi shunaqa bitta chotka qilib. Mashitga. Da, xuddi shunaqa. Joy tudasida joylarini sotib olish kerakmi? Balki merdan so'rab. O'zi qanaqaga boradi? Просто sen uy qo'yib bersang bo'ldi. Tudasida kilka, xullas yotoq tudasida sotib bersang bo'ldi. Pul berib to'g'ri, xayr. Stop, to'xtang. Bola. Nixuya tushunganim yo'q. Joninglar. Qanaqadir bittasi kelib turib pul berib ketdi onasini yemsin. Bola, bugun san necha o'zi вообще men ham ayni qoldi yoki meniki bilmadim xullas bola nima deydi? Xullas bola milliarder keldi. Bu yoqqa uyqur ber. Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videongizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Menga bitta dedi. Demak, almasni bo'lgan bitta yo'qqa berish kerak. Lekin menga keyin plan berdi, kilka tudasida yotoq sotib olib keyin qo'yarsan deb. Bo'ldi, axir bolalar milliarderlarni ko'p vaqti yo'q, biznes tudasida sarmoya, xullas shirkat. Xullas o'shanga balki vaqti yo'q, to'g'rimi? O'shaning uchun ham tezroq bitirib ketgan. Yana biz tezroq qurib bersak bo'ldi.